sizdan kam pul topadigan bola bilan gaplashgan bo'larmidingiz? Xuddi shu savolni hozir nemis qizlarga berib ko'ramiz. Yo'q, gaplashmagan bo'lardim. Nimaga? Обязательно mendan ko'proq pul topish kerak. Agar perspektiva ko'rsam, o'sish ko'rsam, почему бы нет? Только при условии, что o'sha inson прям ko'rish bilishim kerakda ko'tarilishi aniq bo'ladigan. А так это очень некомфортно, потому что samotsenkasi erkak kishi pastroq topsa, samotsenkasi pastroq bo'lgani hisobiga munosabat qurilolmaydi. Yo'q, chunki men ko'proq topsam, har doim urush chiqadi-da. O'shanga ko'proq topsa-da gaplashgan bo'lardim. Farqi yo'q вообще. Yaxshi ko'rsam, farqi yo'q. Yaxshi ko'rsam ничего. Mendan kam pul topadigan bola bilan gaplashmagan bo'lardim, потому что men qiz bola bo'lib turib, undan nozik bo'lib turib, ko'p pul topaman. Undan u qanaqa qilib mendan kuchli bo'lib, mendan kam pul topsa. Kettu. Würdest du eine Beziehung mit einem Mann eingehen, wenn du weißt, dass er weniger verdient als du? Ja, würde ich machen, weil für mich das Finanzielle nicht überwiegt. Also für mich ist es halt wichtig, dass man als Familie das Haus wirtschaften kann, damit leben kann. Für mich ist die Zeit auch einfach wichtiger als das Geld. Ja, definitiv würde ich das, weil ich finde, Geld ist da einfach nicht so ausschlaggebend. Ich möchte selber auch einfach unabhängig und selbstständig sein und deswegen ist mir das eigentlich relativ egal, wie viel der Mann dann am Ende verdient. Ja, es ist mir wichtiger, dass mein Mann das macht, was ihm Spaß macht und ich mache das, was mir Spaß macht und im besten Fall haben wir ein Haushaltseinkommen, was passt. Ja, ich würde einen Mann heiraten, der weniger verdient als ich. Ich denke, gerade heutzutage, so in Zeiten der Emanzipation, denke ich, spielt Geld nicht mehr so eine übergeordnete Rolle. Und ich denke, dass die Liebe bei einer Ehe auf jeden Fall überwiegen sollte und Geld quasi zweitrangig sein sollte. Also ich finde es viel wichtiger, dass er irgendwie glücklich in seinem Job ist und daran Freude hat, anstatt dass er mich jetzt versorgen kann, weil ich bin auch selbst verantwortlich dafür, dass ich meinen Lebensunterhalt zahlen kann. Ikkita mavzuda qizlar bolalar shunaqa videolar bo'ldi. Meni hayron qoldirgan narsa oila, birga harakat qilish, munosabatlar muhim degan gaplarni nemislardan eshityapman-da. Bu bizga gapirish kerak bo'lgan gaplar deb o'ylayman-da. O'g'il bola topayotgan bo'l erkaklik hislatini hech qachon belgilab bera olmaydi deb o'ylayman. Xezalar, ko'tlar, dayuslar bor. Ko'p pul topishadi, lekin erkaklik hislati cho'kib ketgan. Hozircha ko'p pul topmasa ham haqiqiy erkak bo'lib yurganlar ham ko'p.